Dars va kurslaringizni aynan shu metod bilan boshlang. Mendan u haqida so'ra metodi. Bu metod o'quvchilaringizni o'zaro do'stona munosabatini paydo qilishiga va hozir gapirsam uyalib qolmasmikanman, hech kim ustimdan kulmasmikan degan qo'rquvlarni yo'q qilishiga yordam beradi. Bu metod uchun biz o'quvchilarni juft qilib o'tkazamiz va 3 daqiqa topshiriq beramiz. Darhol bir-biringizdan sizni qiziqtirgan savollarga maksimum tarzda javob oling deb. Bu yerda seni yaxshi ko'rgan ranging, ovqating, maktabga nimada kelasan va hokazo o'zini qiziqtirgan savollarga javob berishadi. 3 daqiqa yakunlangandan so'ng ularni markazga taklif qilasiz. Birinchi juftlik chiqqanida aynan bir bola stulda o'tiradi, ikkinchi bola esa uni tepasida turishi kerak. Eng qizig'i nimada? Boshqa o'tirgan bolalar stulda o'tirgan bola bo'yicha qiziqtirgan savolni berishadi. Turgan bola esa bu savollarga javob berishi kerak. O'tirgan bola javob berishga haqqi yo'q. U faqatgina boshini ha yoki yo'q deb turishi mumkin. Hatto shunday vaziyatlar bo'ladiki, ular gaplashmagan mavzuda savol berib qolishi mumkin va bu savolga bu turgan bola bilmasa ham taxmin qilib javob beradi. O'tirgan bola esa kulib yoki ha yoki yo'q deyishi mumkin. Bu metod barcha juftliklar bilan ketma-ketlikda davom etadi va hamma chiqib bo'lganidan so'ng mana shu qarsaklar bilan metod to'xtatiladi. Bu metodning eng zo'r joyi nimada? Butun kursingiz do'stona munosabatda darsni tashkil qilinishiga va qo'rqmasdan emin-erkin fikrini bayon etishiga yordam beradi. Darhol bu metodni darslaringizga olib kiring. Bu darsingizni sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Samarali darslarni o'tishda va sifatli kurslarni tashkil qilishda turli metodlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, darhol sahifamga obuna bo'ling.